2026 yilgi Chevrolet Onix zamonaviy dizayn, yoqilgi tejamkorligi va ilg'or texnologiyalarni o'zida jamlagan mashhur avtomobillardan biridir. Bu model ayniqsa kundalik haydash uchun mo'ljallangan bo'lib, o'zining qulayligi va ishonchliligi bilan ajralib turadi. Chevrolet kompaniyasi ushbu modelni yangilangan ko'rinishda taqdim etib, uni yanada zamonaviy va jozibador qilgan. Avtomobilning tashqi ko'rinishi sportiv va dinamik bo'lib, old qismida keng xrom panjara va o'tkir LED faralar joylashgan. Bu esa mashinaga kuchli va agressiv ko'rinish beradi. Chevrolet Onix 2026 o'lchamlari ham juda qulay hisoblanadi. Uning uzunligi taxminan 4169 ming bo'lib, bu uni shahar ichida boshqarish uchun juda mos qiladi. Shuningdek, avtomobilning kengligi va balandligi ham optimal darajada ishlab chiqilgan bo'lib, ichki makon keng va qulay bo'lishini ta'minlaydi. Gildirak bazasi esa barqarorlikni oshirib, yo'lda yanada silliq harakatlanishga yordam beradi. Autodata. Dvigatel jihatidan qaraganda, 2026 yilgi Onix bir nechta variantlarda taklif qilinadi. Eng mashhur variantlardan biri 1,6 litrli turbo dvigatel bo'lib, u taxminan 115 ot kuchini ishlab chiqaradi. Bu esa avtomobilga yaxshi tezlanish va yoqimli haydash hissini beradi. Oxdan 100 km/soatgacha tezlanishi taxminan 10 soniya atrofida bo'lib, bu kundalik foydalanish uchun yetarli darajada tez hisoblanadi. Maksimal tezligi esa 180 km/soatga yetadi. Bu esa uni uzoq masofalar uchun ham mos qiladi. Autodata. Yoqilgi samaradorligi ham ushbu modelning kuchli tomonlaridan biridir. 1,6 litrli dvigatel kam yoqilgi sarflaydi va ekologik jihatdan ham ancha toza hisoblanadi. Bu esa avtomobilni iqtisodiy va kundalik foydalanish uchun ideal variantga aylantiradi. Ayniqsa, yoqilgi narxlari oshib borayotgan davrda bunday tejamkorlik juda muhim hisoblanadi. Ichki qismga nazar tashlaydigan bo'lsak, Chevrolet Onix 2026 juda zamonaviy va qulay salonni taklif qiladi. Ichkarida katta sensorli ekran, raqamli panel va multimedia tizimi mavjud bo'lib, ular haydovchiga barcha kerakli ma'lumotlarni oson ko'rsatadi. Avtomobil Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa smartfon bilan oson ulanish imkonini beradi. O'rindiqlar ergonomik tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Xavfsizlik masalasida ham Chevrolet Onix 2026 juda yaxshi ko'rsatkichlarga ega. Unda ABS stabilizatsiya tizimi, bir nechta xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Bundan tashqari, ayrim versiyalarda orqa kamera, parktronik va haydovchiga yordam beruvchi tizimlar ham mavjud. Bu esa haydashni yanada xavfsiz va oson qiladi. Bagaj hajmi ham yetarli darajada bo'lib, kundalik ehtiyojlar va sayohatlar uchun qulay hisoblanadi. 5 o'rinli salon esa oilaviy foydalanish uchun juda mos keladi. Shuningdek, avtomobilning yengil boshqaruvi va yumshoq yurishi uni yangi haydovchilar uchun ham yaxshi tanlovga aylantiradi. Autodata. Dizayn jihatidan qaraganda, Onix 2026 yanada modern ko'rinishga ega bo'lib, yoshlar va zamonaviy foydalanuvchilar uchun juda jozibador hisoblanadi. Uning aerodinamik shakli nafaqat chiroyli ko'rinadi, balki yoqilgi samaradorligini ham oshiradi. Rang variantlari ham ko'p bo'lib, har bir foydalanuvchi o'z didiga mos variantni tanlashi mumkin. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Chevrolet Onix bu o'z sinfida juda yaxshi balansga ega avtomobil hisoblanadi. U dizayn, texnologiya, iqtisodiylik va xavfsizlikni birlashtirgan. Agar siz arzon, ishonchli va zamonaviy avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, Onix 2026 siz uchun juda yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Bu avtomobil ayniqsa shahar hayoti uchun mos bo'lib, qulaylik va samaradorlikni birlashtiradi.